Mana hurmatli obunachilar, navbatdagi Matiz Besimiz Lux konditsioner H+ dedingizmi, necha dedingiz? H9. Yili 2015. Kraskasi? Kraska bitta bagajda bor, ikkita petno. Ha, ikkita petno bor, bitta bagajda bor. Stashni udar kaltagi yo'q, ha? Ichiga o'tmagan. Suyagi butun deyishyapti. Mana to'ralabalar yangidan xolosa. Orqa tarafdan bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga mana. Orqa tarafdan ko'rinishlari ham xohlasa yaxshi. Matiz Bes 2015. Salon holatlari polilar, chexollar qilinganda xolosa. Salonlar yaxshi. Yurgani o'ziniga 290 ming probeg. Halol deyishyapti. Yangi Qo'rg'onning mashinasi ekan. Bu yerda yangi Qo'rg'onning mashinasi. Mana. Ha. Orqa tarafdan ko'rinishlari. Kapot ochma aka, motorni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana motor holatlari. Avtorasxodi yo'q-da xolos, ha? Avtorasxodi yo'q deyapti, gazlar ustunovka bo'lgan. Mana. Aka pulini nech pul deyapsiz buni? 4,5 ming. Kami bor. Nech pulni ko'rdi? Savdosi bo'ldimi? 4 mingni ko'rdi. Berilgan yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Yurish-turishdan dokumentdan bo'lmaydi, da xolos, ha? Loboy dokument bitiradi. Xolasa generalni, xolasa o'tkaziladi. Jinebida yetmasa variant yo'llari ham bor, da xolos, ha? Ha, yetmasa 1-2 oyga. 1-2 oyga, uzoq muddatga beraveramiz, ha? Telefon nomeri aka? 94lik 709 1089. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, bemalol tekshiravlarda. Qayerda mashinasi edi? Bu nimaniki? Bo'yda. Bo'yda, yangi Qo'rg'onning mashinasi. Rahmat aka, bozor bersin. Mana hurmatli obunachilar, aloqa chiqib ko'rasizlar.